Okalar, bizda bir darvozaxona bo'lyapti hozir shunda. Figura ishlanadi darvozaxonaga. Ichkarida mana ko'rib turibsizlar, navislarga ustunlarni qilib berganmiz. Hop, mana uylarga figuraga ham qilib berganmiz. Kirish vxodlarga qilingan. Xudo xolisa tepaga regellarni qo'yilsa, kirishasini ham boshlaymiz inshaalloh. Mana har bitta kirish vxodlarga figura qilingan. To'g'rida ham ustunlarni qo'yib, Xudo xolisa ishlarimiz chiroyli. Kirishasini boshlaymiz. O'rta balandroq bo'ladi, mana o'rtamiz. Sal balandroq bo'ladi o'yindan ko'ra. Shu akalar, kuzatishda davom etinglar. Xudo xolisa manfaatli bo'lsa, xursandmiz. Bitgandan keyin yana bir ko'rsatib beraman inshaalloh. Like, kommentariya ayamaysizlar. Ko'pchilikka manfaatli bo'ladi, Xudo xolisa.